alaykum kuzatuvchilar. Hamma toqqa chiqqanlar sizlarga faqat ravochi ko'rsatadi. Bugun sizlarga juda ham antiqa bo'lgan bir boshqa narsani ko'rsataman. Mana shu narsa. Buni kimdir biladi, kimdir bilmaydi. Biladiganlar kommentda yozamiz fikringizni. Buni shunda pulsini artib, asosan ildiz qismini yegan juda mazali bo'ladi buni. Tepasi ham shirin, hamma yog'ini yesa bo'ladi. Lekin ildiz qismi juda shirin bo'ladi buni. Ravochdan ancha mazali lekin. Kalsiga boy mana. Xuddi ona sutiday oppoq. Bismillah. Buni ta'riflab berish iloji yo'q. Buni yeganda biladi. Qatta chiqayotgan bitta ko'rsatib qo'ying.